Sanajon, so'riga choy berib qo'ygin. Kelinglar bola. Salom alaykum. Alaykum assalom. Kelinglar. Siz bilan gaplashdik. Albatta. Keling. Aka, bolalar bo'lsa, mashinadan nasib. Bo'ldi. Bolalar aytib, ha, o'zlari joylashtirishadi. Men 7-so'riga chiqarasizlar. Bo'ldi aka. Bemalol chiqaringlar. Chiroyli. Xush kelibsizlar. Xush aka. Xush kelibsizlar. Yaxshi o'tirib oldinglarmi? Hozir bolalarga aytib qo'ydik. Narsa dab tushib beradi. Sizlar bemalol yaxshi dam olinglar. Aka, ishlaringiz qanday? Ancha vaqt siz bilan gaplashmaganimizga ham o'tgan hali bir biznes boshladingiz. Foyda bo'lyaptimi? Ha, foyda yaxshi bo'lyapti. Shuni yaxshi eslatding, shundan chiqqan ozroq pul bor. Ehson qilib qo'ysamikin deb turdim. Nima deysizlar shunga? Aka, yo'lda kelayotib aytmoqman. Dadam tushimga kirib qo'ygan ekan. Nima qilsashimcha ehson qilib qo'ymaylik. Nima deysiz aka? Mayli, bo'lmasam masjiddan 4 ta oqsoqolni chaqiraylik, mahallani chaqirib ehson qilib qo'yaylik undan. Zo'r bo'ladi. Unda qilganga yarasha kattaroq qilib ehson qilmaylik. Men nima deganim bor qo'shib turib. Nima deysizlar? Mayli, yaxshi bo'ladi. Boramiz. Uzr ukalar, gapinglarni bo'ldim. Bir maslahatli ish bor edi, agar yo'q demasanglar. O'tiring. Shu atrofda yetim bolalar bilan bir yosh ayol kvartirada turadi. Shu ayolni bolasi mening qo'limda ishlaydi. Bizda masjiddan oshgan nonlarni, ancha-muncha produktlarni shu ayolni bolasiga berib turaman. Qo'liga 1-2 so'm pul beraman. Agar yo'q demasanglar, shu bolaga ehsonimni bersanglar degandim. Nima deysizlar? Shu bolani chaqiraymi, unda ko'rasizlarmi? Ha, chaqiring aka. Yaqin ehson qilamiz. Muhammad! Zo'r qilib xudo xolasa. Xo'toy. Ke bolam, ke. Ke bolam. Muhammad. Muhammad. Yig'layapsanmi? Nima yig'layapsan? Siz u odamlar kimligini bilasizmi? Yo'q, men bilmayman. Ular meni amakilarim bo'ladi. Dadam o'lganda bir marta ham shu vaqtgacha bir marta bo'lsa ham xabar olmagan. Seni amakilaring bo'ladimi shu insonlar? Ha. Men bilmas ekanman, Muhammad. Bizni tashlab qo'ymayapsa, Yo'q, men tashlab qo'ymayman. onam och qoladi. Albatta seni tashlamayman. Ishdan haydab olmayapsa, Yo'q, men haydamayman. Xudo xolasa katta yigit bo'lib, juda ko'p yaxshi narsalarni ko'rasan. Ko'z yoshing yolg'izlik bizni tashlab qo'ymayapsa, deb kim aytdi ko'ngli yarim